Lexus mashinasini olib qo'yganmiz. Tez yurganda kapoti ochilib ketib, laboyini sindirgan, tomini pachoq qilgan, ikkita krilosini, uch tarafini pachoq qilgan. Ko'rishingiz mumkin, ikkita krilosi malarkadan chiqdi. Hozir kapotini, malarkasini tayyorlashga harakat qilyapmiz. Kapoti stiklovatadan yasalgan. Mana ichki tarafi motorni ko'rsanglar bo'ladi. V-obrazniy motor bo'ladi. Kapotini zavodskoyda bunaqa akoshka bo'lmaydi. Bu yerda kapoti ko'rinib turishi uchun, vid uchun kichkina stiklo bo'ladi. Как laboy materialidan yasalgan bo'ladi. Qalin bo'ladi lekin ichi ko'rinib turishi uchun bu просто показухаga. O'shanisi ham sinib ketgan. O'shanisini ham hozir zakaz qilganmiz. Mana tomlari cho'rnoy gruntovka sepilgan. Laboyini ham zakaz qilganmiz, kelib qolishi kerak yaqin kunlarda. Kapoti lekin alohida tema.